O'zgarishlar va yutuqlar dunyosida biz stereotiplarni buzib, yangi standartlar o'rnatib olg'a borayotgan jamoamiz. Barcha uchun salomatlik muhofazasi kelajagini yaratishga intilayotgan Grand Pharm dunyosiga xush kelibsiz. Здесь нет ни нации, здесь нет ни пола, скажем так. Для Grand Pharma вы есть сотрудник, которым он дорожит. Grand Pharm mijozlarga yaqinroq bo'lishga intiladi. Dorixona tarmog'ining keng qamrovi respublikamizning istalgan hududida aholi orasiga kirib borishga imkon beradi. Xizmat ko'rsatishning yuqori standartlari va hamyonbop maqbul narxlar bizga eng talabchan iste'molchilarning ham ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Zamonaviy saqlash sharoitlarida dori vositalari yetkazib beruvchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri tuzilgan shartnomalar bizga yuqori sifatli dori vositalari, tibbiy mahsulotlar va biologik aktiv qo'shimchalarni yetkazib berishda yaqin ko'makchidir. Preparatlar vaqtida keladi. Yordam podдержка 100% darajasida. Sizni SAP xalqaro kompaniyasining innovatsion boshqaruv va hisob-kitob tizimini joriy etish orqali butkul shaffof faoliyatini ta'minlay olgan respublikadagi yagona kompaniya farmatsevtika mahsulotlarini tarqatish sohasida O'zbekiston bozorining yetakchisi bilan tanishtirmoqchimiz. So'nggi 5 yil ichida kompaniya mamlakat bo'ylab yirik dorixonalar tarmog'ini yaratdi. Ularning soni 400 taga yetdi va tez sur'atlar bilan o'sishda davom etmoqda. O'zbekiston aholisiga yuqori sifatli dori vositalarini qulay va ommabop narxlarda yetkazib berish orqali mijozlardan munosib fikr-mulohazalar va minnatdorlik qabul qilib olmoqda. Работаем для этого, чтобы все было отлажено механизм, чтобы все работало здесь как в швейцарских часах. 2024-yilda 145 ta Grand Pharm va 350 ta Best Pharm dorixonalari nafaqat savdo nuqtasi, balki salomatlik muhofazasi markazlari sifatida o'z eshiklarini ochadi. Buyurtmachilarga dori-darmonlarning sifatli yetkazib berilishini ta'minlash maqsadida alohida bo'lim Grand Logistics yaratildi. Bo'lim logistika operatori va termodatchiklar bilan jihozlangan, GDP standartlariga muvofiq litsenziyalangan 120 dan ortiq o'rtacha hamda 10 ta yirik quvvatga ega avtopark boshqaruvchisi sanaladi. Mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida Go Pharm ilovasini ishga tushirdik. U istalgan vaqtda va istalgan joyda sayt, mobil ilova, Telegram boti yoki ishonch telefoni orqali dori-darmonlarga buyurtma berish imkoniyatini taqdim etadi. Bundan tashqari platforma dori-darmonlarni maxsus qutilarda saqlash shartlarini hisobga olgan holda shaharning istalgan nuqtasiga tezkor tashishni taklif etadi. Shu tarzda mijozlar uydan chiqmasdan turib kerakli dori-darmonlarni qabul qilib olishlari mumkin. Shuningdek, assortimentni kengaytirish va mijozlar uchun qulaylik yaratish uchun platforma turli narx toifalarida kosmetika mahsulotlarini taklif etadi. 2023-yil respublikaning 10 ta hududida GDP va GSP ning barcha standartlariga muvofiq har biri 2000 kvadrat metrdan ortiq zamonaviy xususiy omborlar tashkil etish davri bo'ldi. Xodimlar va mijozlar uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida hududiy filiallarning har birida 800 kvadrat metrgacha bo'lgan keng hamda shinam ofislar bunyod etildi. Shuningdek, ish joylarida xodimlar uchun 30 000 kvadrat metr bog'lar tashkil etildi. Приносить пользу людям, с кем я работаю, чтобы за меня не было стыдно моим родителям. Kompaniya imzolangan memorandumlar doirasida O'zbekiston oliy farmatsevtika ta'lim muassasalari bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Iqtidorli talabalar uchun maxsus stipendiyalar ta'sis etib, ularning keyingi rivojlanishini qo'llab-quvvatladi. Bundan tashqari, kompaniya xodimlari va boshqa farmatsevtika tashkilotlari xodimlarining malakasini doimiy ravishda oshirish maqsadida farmatsevtika sohasidagi eng yaxshi mutaxassislarni jalb etgan holda tahlilchilar va yetakchilarni o'qitish maqsadida Grand Pharm akademiyasi tashkil etildi. Приносить пользу людям, с кем я работаю, чтобы за меня не было стыдно моим родителям. Grand Pharm kompaniyasi Qizil Yarimoy xalqaro tashkiloti va O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda metro bekatlarida favqulodda vaziyatlarda birinchi tibbiy yordam vositalari bilan jihozlangan maxsus tez tibbiy yordam qutilarini joriy etish loyihasi tashabbuskori hisoblanadi. Ijtimoiy yordamning ushbu yo'nalishi respublikamiz transport infratuzilmasining boshqa sohalarida ham qo'llanilishi rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, kompaniya mamlakatimiz aholisining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlovchi mas'uliyatli korxona bo'lgan, bo'lmoqda va shunday bo'lib qoladi. 2019-yildan 2023-yilgacha bizning savdomiz hayratlanarli $500 milliard dollarga yetdi. Bu shunchaki raqamlar emas. Ular bizning fidoyiligimiz, mehnatimiz va eng yaxshilikka intilishimiz natijasidir.